500 so'm evaziga Gentra haydigan, Lacetti haydigan ukalarimiz tayyormisizlar? Ko'rishingiz mumkin sizlar uchun. Kechasi market qilganingizda mana shu 4 tasi market qiladi, kunduzgi market qilganingizda 4 tasi market qiladi. Buning uchun nima qilish kerak? Har doimgidek o'sha 500 so'mlik diotimizdan foydalanamiz. Sizlar uchun joyini ko'rsatib qo'yaman. Gentra Lacetti 1.6, 1.8 sistema bir xil okalar. Buning uchun nima qilasizlar? Mana birinchi religimiz galigan relesini vixti bo'ladi. Ikkita uzun qatordan pastdan tepaga sanaganingizda uchinchisi danning vixtiki bo'ladi. Hozirmaslariga qanaqa qo'yishni tartibini ko'rsatib qo'yaman. Releni chiqarib olamiz. Mana releni chiqarib olamiz. Danning perdahitini chiqarib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin okalar. Bizga xuddi shunaqa diotimizdan kerak bo'ladi. Paloskasi pastki tarafga qaraydi. Ozgina sim kerak bo'ladi. Bu safar ozgina sim kerak bo'ladi. Chunki oraliq masofasi uzoqroq bo'lgani uchun. Mana shunaqa boylisizlar. Mana xuddi shunaqa holatga olib kelasizlar. Simi bitta uchini perdahitini bitta oyog'iga bog'laysizlar. Mana qilib. Bog'laysiz. Perdahitini joyiga tiqatdik. Joyiga tiqdik. Ana endi qatga tiqaman deyishingiz mumkin. Mana releni, mana rele yozig'iga qaraysizlar. Yozig'i shunda turadi. Releni bu yoq oyog'iga qo'yasiz. 86 oyog'i bo'ladi. Shuni cherry rele orqali ishlaydi. Diodga nagrizga tushmaydi. Mana shu yoqqa tiqasizlar. Chiqqaningizdan keyin releni shundoq qo'yasiz. Rele bunaqasiga alishib qoladi, bunaqasiga alishib qoladi, farqi yo'q unisini. Chiqamiz, bo'ldi. Ana endi ko'rishingiz mumkin okalar. Strabaskop bo'ladi xohlasa. Mana shunaqa margat qiladi. Ana endi okalar. Spakchilik kuchlimi? Lacetti Gentra haydaganlik kuchlimi? Qani kommentarlarga to'rtalatishlar. Kommentarga yozib qoldiring, nima mashinalarni ko'rsating, nima mashina sizlarga qiziq. 500 so'm evaziga.